Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 21 avgustdan pensiya, nafaqa, bank kartalari orqali to'lab olish. Hujjatlarni yangilash va pensionerlarning ma'lumotlarini tekshirish tartibida ko'pchilikka ta'sir qiladigan o'zgarishlar boshlanishi mumkin. Bu mavzu ayniqsa pensionerlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar, shuningdek ota-onasining pensiyasini bank kartasidan olib beradigan farzandlar uchun juda muhim. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Chunki bitta kichik xato, masalan, pasport muddati o'tib ketgani, bank kartasi bloklanganligi, yashash manzili o'zgargani yoki ishonchnoma noto'g'ri rasmiylashtirilgani sababli pensiya vaqtida tushmasligi, to'lov kechikishi yoki qayta tekshiruvga tushib qolish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar tushunadigan pensiya, nafaqa, bank, hujjat va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni tushuntirib boraman. Avvalgi tartibda ko'p hollarda pensioner pensiyasini odatdagidek olardi. Kimdir plastik kartaga, kimdir bank kassasidan, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma asosida, farzandi yoki qarindoshi orqali. Agar pensionerning hujjatlarida jiddiy muammo bo'lmasa, odatda hech kim har oy tekshirib o'tirmasdi. Bank kartaga pul tushadi, odam borib yechadi yoki do'konda ishlatadi. Ko'pchilik aynan shunga o'rganib qolgan. Lekin oxirgi paytlarda tizimlar elektronlashib boryapti. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq, FHDMIO, migratsiya va kadastr kabi ma'lumotlar bazalari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi pensionerning faqat pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlari emas, balki hozirgi holati ham tez-tez tekshiriladi. Masalan, shaxsiy ma'lumotlar mos keladimi? Pasport yoki ID karta amaldami? Odam tirikmi yoki vafot etganlik qaydi bormi? Bank kartasi egasi aynan o'sha odammi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Nogironlik muddati uzaytirilganmi? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bola o'qishni davom ettiryaptimi yoki yo'qmi? 25 avgustdan e'tibor qaratiladigan eng muhim jihat shuki, pensiya va nafaqa oluvchilar o'z ma'lumotlarini tartibga keltirib qo'yishi kerak. Bu degani hamma pensionerning pensiyasi kesiladi, hammaniki to'xtaydi degani emas. Yo'q. Men buni aniq aytaman. Kimning hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, u odam vahima qilmasligi kerak. Lekin kimda kichik bo'lsa ham nomuvofiqlik bo'lsa, masalan, ism familiya bir joyda o'g'li bilan, boshqa joyda o'g'li deb yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana bir kun farq qilsa, pasport seriyasi eski bazada boshqa ko'rinsa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun tayyorgarlik zarur. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Pensiya oladigan har bir odam bank kartasini tekshirishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning kartasi bor, pensiya tushadi, lekin karta muddati tugagan bo'ladi. Masalan, kartada 0225 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil avgust oyining oxirigacha amal qiladi. Ayrim banklarda oy oxirigacha ishlaydi. Ayrim amaliy holatlarda esa yangilash talab qilinadi. Pensioner buni bilmaydi, pensiya tushadi deb kutadi. Lekin karta orqali pul yechib bo'lmaydi. Keyin pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul bor. Lekin karta yangilanmagan. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi olimtaksi yoshli ayolni olaylik. Uning pensiyasi 1 million 220 ming so'm. Har oy 10 sanasida kartaga tushadi. Kartaning muddati avgustda tugagan. Ayolning o'zi bankka bora olmaydi. O'g'li kartadan foydalanib kommunal to'lovlarni to'laydi. 25 avgustdan keyin karta bo'yicha amaliyot to'xtab qolsa, oila elektr, gaz, dorixona xarajatlarini vaqtida qila olmay qoladi. Muammo pensiyada emas, karta muddatida. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman, kartangizni qo'lingizga oling, old tomonida amal qilish muddatini ko'ring. Agar muddati yaqin bo'lsa, bankka boring yoki farzandingiz bilan bank filialiga murojaat qiling. Ikkinchi masala, pasport yoki ID karta. Pensionerlar orasida hali ham eski pasport bilan yurganlar, muddati o'tgan hujjatni almashtirmaganlar, yashash manzilini yangilamaganlar bor. Hozir ko'p xizmatlar shaxsni identifikatsiya qilish orqali ishlaydi. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham, davlat xizmatlari ham shaxsiy ma'lumotga tayanadi. Agar hujjat amaldagi bazada noto'g'ri ko'rinsa, to'lovni aniqlashtirishga yuborishlari mumkin. Misol uchun, 72 yoshli erkakning pasportda familiyasi Karimov deb yozilgan.
Eski pensiya hujjatida esa Karimov shaklida qolib ketgan. Avval bunga hech kim e'tibor bermagan. Endi ma'lumotlar elektron solishtirilganda tizim bitta odammi yoki boshqa odammi deb aniqlashtirish so'rashi mumkin. Natijada odam bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yo'naltiradi. Pensiya jamg'armasi esa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni olib kelishni so'raydi. Agar bu ish oldindan qilinsa, pensiya to'lovida uzilish bo'lmaydi. Agar pensiya tushishi kerak bo'lgan kuni aniqlansa, odam asabiylashadi. Uchinchi masala ishonchnoma. Ko'plab pensionerlar keksaligi, kasalligi yoki harakatlanishi qiyinligi sababli pensiyasini farzandi, nabirasi yoki qo'shnisi orqali oldiradi. Buning uchun ishonchnoma kerak bo'ladi. Lekin ishonchnomaning ham muddati bor. Ba'zi ishonchnomalar 1 yilga, ba'zilari 3 yilga beriladi. Muddati tugagan ishonchnoma bilan bank pul bermaydi. Bu bankning yomonligi emas, qonuniy talab. Chunki bank pulni noto'g'ri odamga berib yuborsa javob beradi. Masalan, Taksim yoshli onaxon qishloqda yashaydi. Pensiyasi 980 ming so'm. O'g'li har oy tuman markazidagi bankdan olib keladi. Ishonchnoma 2024 yil avgustda berilgan va 2025 yil 24 avgustda muddati tugaydi. O'g'il 26 avgust kuni bankka borsa, bank pul bermasligi mumkin. O'yla esa nega bermayapsiz? Har oy olib kelardik-ku deydi. Mana shu joyda asosiy xato oldindan tekshirmaslikda. Men maslahat beraman. Ishonchnomani bugun ochib o'qing. Unda qaysi sanagacha amal qilishi yozilgan. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, notariusga yoki vakolatli tartibda rasmiylashtirish punktiga murojaat qiling. 4-masala nogironlik pensiyasi va nafaqasi. Nogironlik belgilangan muddatli bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarga doimiy, ba'zilariga esa 1 yil yoki 2 yil muddatga belgilanadi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugasa va odam qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Bu ayniqsa igi yoki o'chik guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli. Men ko'p hollarda odamlar mening ahvolim o'zgarmadi, nega yana ko'rik kerak deb ranjishini tushunaman. Lekin hujjat muddatli bo'lsa, tizim baribir muddat tugaganini ko'radi. Misol fuqaro 2024 yil 20 avgustda nogironlik guruhi olgan, muddati 2025 yil 20 avgustgacha. Agar u 20 avgustdan keyin pensiya yoki nafaqa kutayotgan bo'lsa, lekin qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun nogironlik hujjatingizda muddatsiz deb yozilganmi yoki aniq sana ko'rsatilganmi? Shuni tekshiring. 5-masala. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Bu nafaqa bolalarga ayrim hollarda o'qiyotgan yoshlarga beriladi. Lekin bola ma'lum yoshga yetganda yoki o'qishni to'xtatganda huquq qayta tekshiriladi. Masalan, 18 yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotganligi haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin. Agar talaba kontrakt to'lamagan, o'qishdan chetlatilgan yoki akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa, nafaqa masalasi qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda ham odamlar ko'pincha xabar bermaydi. Keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa nafaqa hujjatlaringiz muddatsiz yoki yangilangan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki muammo chiqmagandan keyin hal qilish osonroq. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya tushmagan bo'lsa, darrov kesib tashlashdi deb o'ylamang. To'lov kechikishi bir nechta sababga ega bo'lishi mumkin. Bankda texnik ish bo'lishi mumkin, karta bloklangan bo'lishi mumkin, hisob raqami almashtirilgan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasida aniqlashtirish ketayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam bankdan hisob raqam bo'yicha holatni so'rash. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilish. Ikkinchi nozik jihat, karta boshqa odamning qo'lida bo'lsa ehtiyot bo'ling. Men pensionerlar orasida shunday holatlarni ko'raman. Karta kelinning qo'lida, nabiraning qo'lida yoki qo'shnining qo'lida bo'ladi. Pensioner esa aniq qancha pensiya tushayotganini bilmaydi. Masalan, pensiya 1.400.000 so'm, pensionerga esa har oy 800.000 so'm beriladi. Qolgan pulni to'g'ri oldim, qarz to'ladim deb ishlatib yuborishadi. Bu juda og'riqli masala. Yangi tartiblar va tekshiruvlar fonida pensionerning o'zi ham moliyaviy nazoratni kuchaytirishi kerak. SMS xabarnomani o'z telefoningizga ulang. Agar telefon ishlatolmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan birga bankdan ko'chirma oling. 3-nozik jihat, yashash manzili.
Agar pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa viloyatda farzandnikida yashayotgan bo'lsa, ayrim xizmatlarda murojaat joyi bo'yicha tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Pensiya odatda tizim orqali davom etadi, lekin hujjat yangilash, ma'lumot aniqlashtirish, ishonchnoma yoki bank xizmatlarida manzil masalasi chiqadi. Shuning uchun vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz ham hujjatlaringizdagi asosiy manzil to'g'ri bo'lishi kerak. 4-nozik jihat: vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi, lekin kartaga yana pul tushib qoladi. Qarindoshlar baribir marhumning puli edi deb yechib olishadi. Lekin vafot sanasidan keyin ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Agar bunday holat aniqlansa, oila ortiqcha to'langan summani qaytarishga majbur bo'ladi. Shuning uchun kimdir vafot etsa, faqatdeyu qaydi, pensiya jamg'armasi va bank bilan masalani qonuniy hal qilish kerak. Dafn puli, meros qolgan mablag'ni olish tartibi bor. Lekin hammasi hujjat bilan bo'lishi kerak. 5-nozik jihat: qarzdorlik va majburiy undiruv. Ayrim pensionerlarning kommunal qarzi, aliment, kredit yoki sud qarori bo'yicha ushlanmalari bo'lishi mumkin. Pensiyadan ham qonunda belgilangan chegarada ushlab qolinadigan holatlar mavjud. Agar pensioner kartasiga pul kam tushsa, buning sababi pensiya kamaygani emas, balki ushlanma bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun bank ko'chirmasi va majburiy ijro byurosi ma'lumotlarini tekshirish kerak. Masalan, pensiya 1 million 600 ming so'm bo'lsa, kartaga 1 million 200 ming tushgan bo'lsa, 400 ming so'm qayerga ketganini taxmin qilmasdan rasmiy ko'chirma bilan aniqlang. 6-nozik jihat: telefon raqami. Ko'plab elektron xabarnomalar, bank tasdiqlari va ayrim xizmatlar telefon raqamiga bog'langan. Agar raqam eski bo'lsa, boshqa odam nomida bo'lsa yoki ishlamayotgan bo'lsa, pensioner o'z hisobini nazorat qila olmaydi. Masalan, bank kartadan pul yechilganini SMS orqali bilish mumkin. Agar SMS kelmasa, odam bir oy o'tibgina pul kamayganini sezadi. Shuning uchun bankka borib, aynan o'zingiz ishlatadigan raqamni ulatib qo'ying. 7-nozik jihat: ism familiyadagi apostrof va harflar. O'zbek lotin yozuvida o'g, sh kabi yozilishlar turlicha kiritilgan bo'lishi mumkin. Bir joyda Olimjon, boshqa joyda Alimjon, bir joyda Gulchehra, boshqa joyda Gulchehra bo'lsa, bu oddiy ko'rgani bilan elektron tizimda muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa bank, pensiya va pasport ma'lumotlari bir xil bo'lishi kerak. Agar farq borligini ko'rsangiz, tuman pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, qaysi hujjat asosida tuzatish kerakligini so'rang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlarni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki nusxasi. Nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, u. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bo'yicha hujjatlar bo'lsa, ularni alohida papkaga soling. Hujjatlar uyda turli joyda yotmasin. Keksalar ko'pincha qayerga qo'ygandim deb qiynaladi. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlarini tartibga keltirib qo'ysin. Ikkinchi qadam: bank kartasining muddatini tekshiring. Agar muddat 01-25, 09-25 yoki yaqin oylar bo'lsa, bankka boring. Bankdan yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Ba'zi banklar kartani bepul almashtiradi, ba'zilari xizmat haqi olishi mumkin. Eng muhimi, pensiya tushadigan hisob raqam o'zgarsa, pensiya jamg'armasiga xabar berish kerakmi yoki bank o'zi bog'laydimi? Shuni aniqlang. Chunki ayrim holatda karta almashtiriladi, lekin hisob raqam o'sha qoladi. Ayrim holatda esa yangi hisob ochiladi. 3-qadam: SMS xabarnoma ulang. Pensionerning o'zi telefon ishlata olmasa ham eng ishonchli odamning raqamiga ulash mumkin. Lekin bu odam mutlaqo ishonchli bo'lishi kerak. Men tavsiya qilaman, imkon bo'lsa, pensionerning o'z nomidagi telefon raqami bo'lsin. Chunki bank amaliyotlarida telefon raqam egasi ham muhim bo'lib qoladi. 4-qadam: pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshiring. U yerga borganda shunday deb so'rashingiz mumkin: mening pensiya to'lovim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarimda nomuvofiqlik yo'qmi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlarim yangilanganmi? Bank hisob raqamim to'g'ri turibdimi? To'lovimda ushlanma bormi? Bu savollarni aniq bersangiz, xodim ham aniq javob beradi. 5-qadam: agar bora olmasangiz, farzandingizni yuborishdan oldin vakolat masalasini hal qiling. Hamma ma'lumotni har qanday qarindoshga berishmaydi. Bu shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Shuning uchun kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnomada nafaqat pul olish, balki bank va davlat idoralarida murojaat qilish, ariza berish
Ma'lumotnoma olish vakolatlari ham yozilgan bo'lishi kerak. Aks holda farzandingiz bo'lganda sizga ma'lumot bera olmaymiz deyishlari mumkin. 6-qadam, agar pensiya tushmasa, yozma murojaat qiling. Og'zaki aytilgan gap ko'pincha esdan chiqadi. Arizada quyidagicha yozish mumkin. Men falonchi pensiya oluvchiman. 2025 yil avgust oyi uchun pensiya to'lovim kartamga kelib tushmaganligi sababli to'lov holatini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, bank karta ma'lumoti yoki hisob raqam, telefon raqam qo'shiladi. Ariza topshirganda kirim raqamini olib qo'ying. Bu juda muhim. 7-qadam, bankdan ko'chirma oling. Agar sizga pensiya tushgan deyishsa, lekin siz pulni ko'rmagan bo'lsangiz, bank ko'chirmasi hammasini ko'rsatadi. Qachon tushgan, qachon yechilgan, qayerga o'tkazilgan. Agar pul siz bilmagan holda yechilgan bo'lsa, bankka darhol ariza yozing, kartani blok qildiring va zarur bo'lsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 8-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiyadan ushlama bo'layotgan bo'lsa, buning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Majburiy ijro bo'limidan yoki tegishli tashkilotdan qaror nusxasini so'rang. Pensiyaga ko'pincha qanday qarz, men bilmayman deydi, lekin eski kreditga kafil bo'lgan. Kommunal qarz to'planib qolgan yoki sud qarori chiqqan bo'lishi mumkin. Buni vaqtida bilsangiz, e'tiroz berish, bo'lib to'lash yoki qarzni aniqlashtirish imkoniyati bo'ladi. 9-qadam, oilaviy tartib o'rnating. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga hammasini o'zim qilaman deb kartani olib qo'ymang. Har oy qancha pensiya tushganini, qancha dori-darmonga, qancha oziq-ovqatga, qancha kommunal to'lovga ketganini ochiq ayting. Bu nafaqat qonuniy, balki insoniy masala. Pensioner o'z pulining egasi ekanini his qilishi kerak. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 25 avgustdan o'zgarish bo'ladi degan gaplar tarqalganda, albatta firibgarlar ham paydo bo'ladi. Ular telefon qilib pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. Ma'lum miqdor pul o'tkazing, hujjatingizni yangilab beramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali karta, PIN kodi yoki SMS kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing. Azizlar, bugungi mavzuning mohiyati shundan iborat. 25 avgustdan keyingi har qanday yangilanish va tekshiruvlarga tayyor bo'lish uchun pensionerlar hujjatlarini, bank kartalarini, ishonchnomalarini, telefon raqamlarini va shaxsiy ma'lumotlarini oldindan tartibga keltirib qo'yish kerak. Hujjatlari joyida bo'lgan odam vahima qilmaydi. Lekin keyin ko'ramiz deb yurilgan kichik xato pensiya kuni katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Bugun kechiktirmang. Kartangiz muddatini tekshiring. Pasport yoki ID kartangizni ko'ring. Ishonchnoma sanasini o'qing. Nogironlik yoki nafaqa hujjatlaringiz muddatini aniqlang. Bank va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz mosligini tekshirtiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntiring yoki birga o'tirib hujjatlarni ko'rib chiqing. Sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyaga yozing. Pensiyangiz kartaga tushadimi? Pochta orqali olasizmi? Ishonchnoma orqalimi? Qaysi muammo sizni ko'proq xavotirga solyapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan ma'lumot pensionerning pensiyasini kechikishdan, oilani esa ortiqcha yugur-yugurdan saqlab qolishi mumkin.